Uchxonaga Yunusobod 4-kvartal avtosalon. Shundoq orqasida 3 xona 2-etaj fransuzskiy remontlari bilan kirib yashaydigan, ichida mebel, texnika, kvartirani ham bor. Kerak bo'lsa olib biznes qilaman desanglar. Xo'p, mana kiraverish, mana bu yog'imiz mana spalni, romlar almashgan, uy fayzli, mana aboylari hammasi chiroyli holatda turibdi. Xo'sh, endi mana bir chekkada mana bu oshxonani ko'rsatayım mana. Uголоклari bor. Kuxonniy mebel, romlar, reshotkalar almashgan. Xo'p, mana bu yog'imiz mana hojatxona, akkuratniy oppoqqina qilingan. Xo'p, mana bu yog'imiz zal mana. Zali 5x6 fransuzskiy, mana tepalari ham, patologlari ham chiroyli. Aytaman, uy holati yaxshi, fayzli uy. Xo'p, bu yog'imiz endi vanna, hammom, tualet, vannalar mana alohida mana stiralkalari ham bor. Endi bu yog'imizda ikkinchi spalni. Mana spalnilarni kirib ko'rsatayım mana. Havo aylanadi, yorug', quyosh tushadigan. Uy zo'r xullas. 72 kvadrat, narxini 83 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtirishadi. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Joyi zo'r, hammasi zo'r. Tamom.